Nayza Ligasining ikki nomdor jangchisi endi UFC'da to'qnash keladi. O'z vaznida Nayza Ligasining chempioni hisoblangan qozog'istonlik Asu Almabayev va ligada super yengil vazn toifasida chempionlik kamariga da'vogarlik qilgan o'zbekistonlik Ramazon Temirovning yo'llari endi Abu Dabida kesishadi. Ikki nomdor jangchi o'z vaqtida Nayza Ligasida to'qnash kelishi kerak edi, biroq ma'lum sabablarga ko'ra jang o'tkazilmadi. Endi azaliy raqiblar UFC'da ro'baro keladi va bu jang tashkilotda super yengil vazn toifasining bo'lajak yulduzini aniqlab beradi. 31 yoshli Almabayev UFC'da 4 ta g'alaba qayd etgan. 28 yoshli Temirov esa tashkilotda 2 ta g'alabani rasmiylashtirdi va Temirov o'z vaznida UFC kamarining bo'lajak egasi deya taxmin qilindi. Biroq kamarga yaqinlashishdan oldin Temirov azaliy raqibining to'sig'idan o'tishi kerak. Xullas 26-iyul Birlashgan Arab Amirliklari Abu Dhabi olovli UFC kechasida bizni qonli jang kutmoqda. To'qnashuvda qaysi tomonning imkoniyatlarini yuqori baholaysiz? Fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring.